Assalamu alaykum hörmətli televizor ko'ruvchilar. Dünya Uyg'ur Qurultayı To'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 4-oyning 2-kuni juma. Hammanglarning bugungi muborak juma kuni xayrli bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı Barin inqilobining 31-yilligi munosabati bilan maxsus axborot e'lon qilib, har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarimizni va keng avom xalqimizni o'zlari turishliq davlatlarning sharoiti yor bergan doira ichida Barin inqilobining 31-yilligini xotirlash faoliyatlarini uyushtirish orqali Barin qahramonlarimizga bo'lgan sevginish va hurmat tuyg'usini qayta namoyon qilishga chaqirdi. Qurultayning axborotida mundaq deb ko'rsatilgan. Bu yil 5-aprel bo'lsa yaqinqi zamon tariximizdagi milliy ko'rishimizning ilhom bo'lig'i hisoblangan Barin inqilobining 31-yillik xotira kunidan iborat. Bugunga qadar Dünya Uyg'ur Qurultayı va har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimiz, siyosiy faoliyatchilarimiz ham avom xalqimiz har yili mushu kunda namoyish va boshqa shakldagi xotirlash faoliyatlarini izchil davomlashtirib kelgan edi. Afsuski Xitoyning Wuhan shahridan dunyoga yomg'irgan koronavirusi sababidan bu yil yana Barin inqilobini kollektiv holda xotirlashdan mahrum qoldik. Bu xil tragediya hammamizning yurakini cho'nqur azoblaydi. Koronavirusi tufaylidan uylarimizga qapsilib qolgan bo'lsaqmi, albatta Barin shahidlarimizni hammamiz qalbimizda xotirlaymiz va aziz shahidlarimizning ruhi uchun duo qilamiz. Dünya Uyg'ur Qurultayı bo'lish sifatimiz bilan har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarini va keng avom xalqimizni o'zlari turishliq davlatlarning sharoiti yor bergan doira ichida Barin inqilobining 31-yilligini xotirlash faoliyatlarini uyushtirish orqali Barin qahramonlarimizga bo'lgan sevginish va hurmat tuyg'usini qayta namoyon qilishga chaqiramiz. Hammamizga ma'lum bo'lganidek vatanimiz Sharqi Turkistonning Barin yezisida 1990-yili 4-oyning 5-kuni Zaydin Yusuf boshchiligidagi vatanparvar o'g'lonlarimiz Xitoy kommunist hokimiyatining xalqimizga selayotgan dahshatli eg'ir zulmi, siyosiy besimi, eg'ir kamsitishi, milliy va diniy jihatdagi yo'qotish siyosatiga qarshi qo'zg'alib, kurashchan Uyg'ur xalqining va jangovar ajdodlarimizning zulmga va mustamlikachilarga tiz bukmaydigan kurashchan ruhini namoyon qilgan edi. Barin inqilobining 31-yilligi munosabati bilan erkinlik, o'rlik uchun kurash qilib, issiq qonlarini pido qilgan Zaydin Yusuf boshchiligidagi butun shahidlarimizni eslaymiz. Millatimizning sharafini qo'g'dash yo'lida kurash qilgan, Xitoy turmalarida va jazo lagerlarida zulm chekayotgan, Xitoyning ichki o'lkalarida majburiy ishlamchilikka selinayotgan, ammo mustabid Xitoy hokimiyatining zulmiga aslo bosh egmagan qahramon o'g'il qizlarimizga Allohdan g'ayrat va sabr tilaymiz. Barin inqilobi vatanimiz Sharqi Turkistonda Xitoy mustabidlarining fashistlik hukmronligini og'dirib tashlab, Sharqi Turkiston xalqining erkinligi, mustaqilligini qo'lga keltirish g'oyasi bilan o'ttirg'i chiqqan shonliq bir inqilob edi. Shundan buyon Barin inqilobi Uyg'ur mustaqillik harakatining ilhom manbasiga aylandi. Sharqi Turkiston xalqining erkinlik irodasining mangu sunmaydiganligini dunyoga jakarladi. Biz har yili bu shonliq inqilobimizni iftixor bilan xotirlagan vaqtimizda millatning irodasi va orzu armoni yo'lida aziz jonlarini qurbon qilgan shahidlarimizni hurmat bilan eslaymiz. Zaydin Yusuf boshchiligidagi qahramon o'g'lonlarimizga ehtirom bildiramiz. Shuning bilan birga Xitoy mustabidlari tarafidan Barin yezisida elib berilgan dahshatli qirg'inchilikda qurbon bo'lgan minglagan ota-onalar va norisida bolalarga Janobi Allohdan u dunyolik rahmat tilaymiz. Xitoy zindonlarida va jazo lagerlarida hilmi aziyat chekayotgan fidokor azmatlarga sabr tilaymiz. Barin inqilobi yaqinqi zamon tariximizdagi milliy ko'rishimizning ilhom bo'lig'i. Uyg'ur xalqi bu shonliq kurash dostonini abadiyan iftixorlanish tuyg'usi ichida yod etadi va Zaydin Yusuf boshchiligidagi aziz shahidlarimizning kurash irodasiga sodiqlik bilan varislik qiladi. Ovoz nomli xalqaro tashviqot organi yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet xonimga Uyg'urlar uchun umid xati nomli bir kitob avatgan bo'lib, mazkur kitob dunyoning har qaysi joylaridan kelgan maxsusli Uyg'urlarga beg'ishlab har xil tillarda yozilgan 100 parcha umid xatidan tuzilgan. Bu kitobni chiqarishda Dünya Uyg'ur Qurultayı va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi yaqindan hamkorlashgan bo'lib, mazkur kitobga kirgizilgan xatlarni avatganlarning orasida 98 yoshli faoliyatchidan tortib, odatdagi taksi shoferi, injener, doktor, o'qituvchi qatorliq har soha va har millat kishilari bor ekan. Uyg'urlar uchun umid xati deb nom berilgan bu xatlar bevosita Bachelet xonimga qaratib yozilgan bo'lib, Bachelet xonimdan o'zining burchini ado qilib, hayoti, erkinligi va madaniyatidan mahrum qilinayotgan Uyg'urlar uchun haqni so'zlashi talab qilingan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Bachelet xonimga xat yozganlarning qatorida Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal apandi bor bo'lib, Nuri Turkal apandi mundaq deb yozgan.
Hürmetlik Ali Komissar xanım, dünya hergiz qaytalanmaydı deb va'da qilgan. Ammo bugungi kunlikda Xitoyda bu fojia qaytalanıyotir. Xitoy millionlagan Uyg'urlarni jazo lagerlariga tashlash orqali biz 20-asrda oxirlashdi deb qaragan tasvirligisiz vahshiyliklarni qayta takrorlayotdi. Asho lagerlarga qamalgan millionlagan kishilarning ismi, oilasi va orzusi bor. Eng muhimi ularni inson sifatida erkin holatda izzat hurmati bilan yashash huquqi bor. Nuri Turkal xatida yana mundaq deb yozgan: Bachilit xonim, bu xatlardan vazifangizni o'rindash uchun iroda va ilhom tepishingizni umid qilaman. Bu sizga oson bo'lganligi uchun emas, balki sizning vazifangiz orqali millionlagan kishilarning hayotini o'zgartiradiganligingiz uchundir. Chunki vaziyat ilgirkiga qaraganda texmo ta'xirsiz. Bizning insonligimiz mushu vaziyatni o'zgartirmasligimizga bog'liq. Ovoz xalqarалық tashviqot organining a'zosi, kishilik huquq advokati Mitali Jin xonim bu vaqtda matbuotlar qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Nurg'un kishilar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Uyg'urlar masalasida harakatga o'tishini umid qilgan bo'lsa-mu, ular texicha sukutda turib. Shunga biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga berib ularni ayblashning o'rniga Birlashgan Davlatlar Tashkilotida qarorlarni chiqarishda huquqi bo'lgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Bachilit xonimga bevosita ta'sir ko'rsatishni o'ylashdik. Onun Uyg'urlar uchun qaror chiqarishda yolg'iz emasligini, millionlagan kishining uni qo'llaydiganligini bildirdik. Bu orqali uni harakatga o'tishga, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti rahbarlarining sukutini buzishga chaqiriq qildik. Mitali Jin xonimning bildirishicha mazkur kitob Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Bachilit xonimga va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi xodimlariga avatilgan. Mitali Jin xonim ovoz xalqarалық tashviqot organining buningdan keyingi planlari haqida to'xtalib mundaq dedi: Facebook Uyg'urlarga munosabatlik saxta uchurlarni tarqatyotidi va Xitoyni tashviq qiladigan uchurlar orqali Xitoydan foyda olyotidi. Biz mushuningga qarshi bir faoliyat qilish uchun izlanyapmiz. Yana bir tema bo'lsa, 2022-yildagi Beijing Olimpik musobaqasini boykot qilish haqida bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi a'zolarimiz bilan qaysi nuqtadan chiqib qilsak, texmi unumli bo'ladiganligini so'zlashyapmiz. Amerika Davlat Majlisining Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan a'zosi Michael Waltz yaqinda xabarlar haftaligi jurnalining ziyoratini qabul qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga tutgan muomalasi ilgari Revanda, Sudan, Bosniya va Nasislar Germaniyasida yuz bergan milliy qirg'inchilikqa o'xshaydi. Bir millatni yer yuzidan yo'qotish uchun shu millatning avlod qoldirishining oldini olish va keng ko'lamli bosqinchilik harakati yurgizib, ularning genlarini buzishni planlash bo'lsa intayin yerginishlik bir ish deb ko'rsatdi. Michael Waltz sözde Xitoy hukumatining navbatda o'zining zo'r iqtisodiy kuchidan foydalanib turib, Amerika shirkatlarining irqiy qirg'inchilikqa qarshi so'z qilishini to'sishga urinayotganligini ayblagan. Shuning bilan birga u yana o'zining ko'p qitim xalqaro olimpik komitetidan 2022-yillik qishliq olimpik tanharakat musobaqasini boshqa davlatga yo'tkashni talab qilganligini aytgan. U yana bundaq davlatda olimpik musobaqasi o'tkazish xalqaro olimpik komitetining axloq qoidasiga xilof. Biz NBC televiziya kanalidan Beijing qishliq olimpik musobaqasini televizorda tarqatmaslikka chaqiramiz. Musobaqaning yordam beruvchi o'rinlarini o'zining mablag'ini tortib olishga chaqiramiz degan. Shu kuni yana Amerika Davlat Majlisining Demokratlar partiyasining bo'lgan vakili Kirsi Xolaxon bu vaqtda ifoda bildirib, Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining a'zosi bo'lganlikdan Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan zo'r umid kutish mumkin emas. Shunglashqa Amerika va uning muhim ittifoqdosh davlatlarining bu masaladagi pozitsiyasi intayin muhim deb ko'rsatgan. U shundaqli xalqaro cho'ng shirkatlarni Uyg'ur masalasida ifoda bildirishga chaqirgan. Matbuotlarda ko'rsatilishicha Fransiya hukumati mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik sodir qilgan yoki qilmaganligini bekitish oldi deyishgan. Fransiya tashqi ishlar ministri Zihan Yves Lideran yaqinda France Info radiosining ziyoratini qabul qilganda Fransiyaning Uyg'urlarga yurgizilayotgan zulmning xarakterini bekitishga tayyorligini bildirgan. O so'zda irqiy qirg'inchilik degan bu atalg'u bir qonuniy atalg'u. Shunga oldi bilan bu vaqtda tekshirish yurgizilishi kerak. Biz bu atalg'uni bekitish muzokaralarga tayyor degan. Amerika hukumatidan keyin Kanada va Gollandiya qatorliq davlatlarning parlamentlari Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan edi. Agar Fransiya buningga qo'shilsa, bu Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb to'nigan 4-davlat bo'lib qoladi ekan. Fransiya tashqi ishlar ministri Zihan Yves Lideran yuqorqi radioga qilgan so'zida yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelitni Sharq Turkistonda mustaqil tekshirish yurgizish talabini yangilashga chaqirgan. Fransiyadagi Uyg'ur faoliyatchilaridan Yevropa Uyg'ur institutining direktori Dilnur Rayhan xonimning matbuotlarga bildirishicha, Uyg'urlar masalasida G'arb dunyosi bilan Xitoy o'rtasida yuz berayotgan to'qinishlarning uzluksiz ish berishiga agishib, Fransiyada Uyg'urlarni qo'llash sadolari borgancha kuchaygan.
Оның bildirişçi Fransiya parlamentida qurilgan Uyg'ur sabdoshlik gruppasiga qatnashgan parlament a'zolarining soni 55 nafarga yetgan va Fransiyaning 250 cho'ng kichik shahrida maxsus Uyg'urlarni qo'llash yoshlar gruppasi qurilgan. Avstraliyaning ABC kanalida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan nazoratining ko'lami namoyon qilingan intayin muhim bir parcha xabar e'lon qilindi. Bir qism kishilik huquq faoliyatchilari o'tgan yilning oxirida Shanxay shaharlik bexatarlik sonliq ma'lumot mulozimatiga hakkerlik hujumi qo'zg'ash orqali mulozim metrda qayd qilingan 1 milliondan ortiq sonliq ma'lumotga erishgan. Keyin ular bu sonliq ma'lumotlarni Avstraliya bexatarlik xodimlari, ABC kanali va xalqarodagi osondagi xalqarалық axborot organlariga avatib bergan bo'lib, bu Xitoyning ommaviy kuzatish sistemasining taraqqiyoti va ko'lamini namoyon qilib beradigan nodir paket ekan. Shanxay shaharlik bexatarlik sonliq mulozim metrida ishorat belgisi qo'yilgan 8000 dan ortiq Uyg'ur bor bo'lib, ularning ismi, adresi, kimlik nomeri va ularning atalmış terrorlik jinoyati tafsili xotirlangan. Tizimlikda 400 dan oshiq quramiga yetmagan Uyg'ur bolalari bo'lib, eng kichiki texi 5 yoshda ishkan. Ularning bir qismlari nazorat qilingan va bevosita so'roq qilingan ishkan. Bu sonliq ma'lumot omberda yuqorida terrorchi deb atalgan minglagan Uyg'urning nazorat qilinish, tutib turilish va so'roq qilish jarayonlari xotirlangan bo'lib, kuzatuvchilar buni Xitoyning keng ko'lamli qora tizimliklarining kichikkina avrishkisi deb qaramoqda. Mazkur kanal bu tizimlikda ismi bo'lgan va hozir Turkiyada yashayotgan 2 nafar Uyg'ur bilan so'zlashgan. Yuqoridagi sonliq ma'lumot 11 yana 2017-yildan boshlab Shanxayga sayohatga borganda qizil belgi qo'yib qo'yilgan 5000 dan ortiq chet ellikning pasport tafsilotlari va suratlarini o'z ichiga oladigan bo'lib, Avstraliya doiralari hozir o'z fuqarolarini o'z ichiga oladigan bu kishilarga nima uchun ishorat belgisi qo'yilganligini tekshirayotgan ekan. Yuqoridagi bu hujjat Xitoy hukumatining Uyg'urlar va hatto barliq davlat fuqarolarini mutlaq nazorat ostiga elish nishonini. Uning sonliq ma'lumot ombirining ko'lamini oshkorlab beradigan intayin muhim material bo'lib hisoblanadi ekan. Kanada Sharq Turkiston birligi bilan Kanadadagi Yahudi guruhlar birlashib, 4-oyning 1-kunidan e'tiboran Kanadaning Ottawa, Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary qatorliq 5 shahardagi Xitoy konsulxonalari oldida o'xshash vaqtda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va jazo lagerlari tuzumiga qarshi norozilik namoyishi boshlatdi. Kanada Sharq Turkiston birligining raisi To'yg'un Abduvali apandimning istansimizga bildirishicha, bundan taxminan yarim yil burun Ottawa'dagi Fel ismli bir Yahudining boshlamchiligida bir guruh Yahudi Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlarining taqilishi va lagerlarda begunoh tutib turilayotgan millionlagan insonlarning shartsiz qo'yib berilishini talab qilib, hafta oxirlari Ottawa'dagi Xitoy konsulxonasi oldida namoyish o'tkazib kelgan. Yaqında Kanada Sharq Turkiston birligi bilan Fel apandi boshchiligidagi Yahudi guruhi o'zaro maslahatlashish orqali 4-oyning 1-kunidan 5-oyning 26-kunigacha har payshanba kuni Kanadaning yuqorqi 5 shahardagi Xitoy konsulxonalari oldida birlashma namoyish o'tkazishni qaror qilgan. 1-aprel boshlangan bu namoyishning asosli shuori bo'lsa, Uyg'urlarga yurgizilgan irqiy qirg'inchilik darhol to'xtatilsin. Jazo lagerlaridagi Uyg'urlar darhol qo'yib berilsin degandan iborat bo'lib, koronavirusi sababidan ilingan karantin tadbirlariga asosan bu namoyishlarga hukumat belgilagan sondagi insonlar navbat bilan qatnashadi. 1-aprel kuni Toronto shahridagi namoyish maydonidan xalqimizga xitob qilgan bir namoyishchimiz tuvandagilarni bayon qildi. Assalomu alaykum, Kanadaning har qaysi shahridagi aziz qarindoshlar. Calgary'deki başka qarindoshlar ve başka şehirde yaşayotgan qarindoshlar olsunmi? Kelib bizdeki Hürmet televizor ko'yuvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qaytamliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.